Hamma so'radi, o'g'linglarning tug'ilgan kuninglarda faqat o'zingizga sovg'a qildinglar deb, o'g'linglarga nima sovg'a qildinglar degan savolga javob. Alloh shu kunga bizani yetkazganiga behisob shukur, shu narsaga bizni qodir qilganiga behisob shukur. Nomeri qarang, 100. Chiroyli, yaxshilikka. Klassika oldik. Mo'lcha tushunyapti hamma nima qilmoqchi bo'lganimizni. Tushunmaganlar oxirigacha qolsa. Bular hammasi foizli ekanda. Bu bizga foizsiz-ku. Davastrepu. Biz birinchi vaznos qo'yamiz. Bu oyijon, adajon berganlari, bu oyim bilan adamlar berganlari, bu biz ya'ni adasi bilan oyisi bergan birinchi vaznos $300. $300 boshladik. Foizsiz omonat. Foizsiz omonat qilamiz. Bankdan chiqib oldik. O'g'limizga kelajagiga omonat ochdik. Endi islomiy o'zimizning dinimiz tomonidan gapirgan bo'lsam, qaranglar. Omonat ochish joiz, omonatning ustidagi foiz joiz emas. Ya'ni biz foizsiz omonat ochdik, shunaqasi ham bor. Agar mabodo siz ham qachonlardir o'sha omonat ochib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha masalan deylik, uni foizi 14 umuman 1% bo'lsa, farqi foiz degan tushunchasi bo'lsa, u joiz emas. Ustidagi ertaga farzandingiz katta bo'lgandan keyin omonatni olasiz, ustidagi foizni yetim yesir, kambag'al, qiynalgan insonga ehson qorasiz. Lekin bitta tomoni bor, ehsondan savob kutmaysiz, ya'ni chunki joiz emas narsani savob yo'lida berish mumkin emas. Shunga ham prosta ma deb berib yuborasiz. Bo'ldi.